Navoiyda Kia va Chery to'qnashuvida 5 kishi halok bo'ldi. Ulardan 3 nafari bir oila a'zolari bo'lgan. Navoiy Zarafshon Uchquduq avtomobil yo'lida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 5 kishi vafot etdi. Bu haqida Kun.uz ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, fojiali yo'l transport hodisasi 7-mart kuni soat taxminan 16:30larda Ko'nimix tumani hududidan o'tuvchi Navoiy Zarafshon Uchquduq avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Chery rusumli avtomobil Navoiy Zarafshon yo'nalishida harakatlanib ketayotganda qarama-qarshi tomondan kelayotgan Kia avtomobili bilan to'qnashgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, to'qnashuv vaqtida har ikki avtomobil ham belgilangan tezlik me'yoridan yuqori tezlikda harakatlangan bo'lishi mumkin. Yo'l transport hodisasi oqibatida Kia avtomobilida bo'lgan bir oilaning 3 a'zosi, shuningdek, Chery avtomobili haydovchisi va bir yo'lovchi jami 5 kishi halok bo'lgan. Ularning 3 nafari voqea joyidayoq vafot etgan. Marhumlardan biri 41 yoshli Sanjar Nurmahmedov bo'lib, u uzoq yillar Navoiy kon metallurgiya kombinatida ishlagani aytilmoqda. Shuningdek, halok bo'lganlar orasida Zarafshon shahridagi mahalliy axborot kanali admini 17 yoshli Umidjon To'xtamurodov ham bo'lgan. U bilan birga onasi va otasi ham vafot etgan. Ikki ukasi esa tirik qolgan. Ma'lumot uchun ushbu yo'lda 22 fevral kuni ham yirik yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, unda 4 kishi halok bo'lgan edi deyilgan xabarda.